Xullas bu terma bochka 100 emas 1000% ispanadi. Mana bugun 24-yanvar 2026-yil Sobirsoy cho'llarida kechasi kun botgandan keyin 4 gradus minus bo'ldi. Kechasi 12 birlarda -8 -10 gradusga chiqdi. Ya'ni tongga yaqin shu haroratga minusga chiqdi. Mana Alsalar jamoasi ishlab chiqargan terma bochka. Endi buni ertalab muzlamaganini kelib bilganimizda bitta ajoyib mo'jiza, ajoyib bitta g'aroyib narsadan xursand bo'ldik. Iliq suv turibdi. Quduqdan qanday chiqqan bo'lsa, shu haroratda saqlanadi. Buni to'kib tashlamoqchi edik. Chunki suv muzlamay turgan bo'lsa, sovuq bo'lsa, to'kib tashlaymizdan quduqdan yangi to'ldiramiz. Buni to'kmaymiz, buni saqlaymiz. Quduqdan yana to'ldiramiz va qo'ylarni sug'oramiz. Endi xullas ancha alsalarda ishlab chiqarilgan bir reklama uchun aytayotganim yo'q. Haqiqat. Endi buni plyusligini qanday qilib his qildirolsam, mana termometr bo'lganda sizga ko'rsataylik. Bu haqiqatda terma bochka yozda ispitanadan o'tgan edi, isib ketmasligi bo'yicha. Mana qishda ham ispitanadan o'tdi, nafaqat muzlash. O'zini quduqda qanday temperaturada chiqqan bo'lsa, shu holatda saqlab turibdi. Mana bochkamizni bekorga bu yerga qo'yib qo'yganimiz yo'q. Oldin shu bochka turardi. Mana yozdan kuni qizib ketardi suv. Mana temirdan yasalgan qalin ssenariy bochka bo'lsa, yozdan kuni suvni ertalab to'ldirsak, peshingi suvga, tushdan keyingi suvga qizib ketardan suvni to'kib tashlashga majbur bo'laydik. Yana yaqday suv to'ldirish uchun. Qishdan kuniga muzlab qolardi. Iliq holatda saqlashda hech qanday tensiz, hech qanday qo'shimcha jihozsiz shu turishda saqlab turibmiz. Xullas bu terma bochka 100 emas 1000% ispanadi.